Yurak yetishmovchiligi haqida odamlar orasida ko'p eshitamiz yoki shu kasallikdan davolanayotganligi haqida yoki kimdir to'satdan yurakdan vafot etganligi haqida eshitib qolamiz. Yurak yetishmovchiligi bu yurakning ishemik kasalligining asorati hisoblanadi. Buning kelib chiqish sabablari juda ko'p. Men Qodirov Behzod 10 yillik tajribaga ega kardioreanimatologman. Ushbu kasalliklar bo'yicha bemorlarni hozirgi kunda davolab kelmoqdaman yurak markaziy klinikasida. Bizlar oddiygina e'tibor bermaydigan arterial qon bosimi u yurak yetishmovchiligining kelib chiqishiga sabab bo'ladigan sabablardan bittasi. Bu bir qandli diabet yoki infarktdan keyingi shakllangan yoshlar o'rtasidagi kelib chiqadigan infarktdan keyin shakllanadigan yurak ishemik kasalligi, yurakning surunkali revmatik kasalliklarining asorati shakllanishidan yoki tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bemorlarda vaqtida bartaraf etilmasligi hisobida yurak yetishmovchiligi shakllanadi. Ularni o'zi ko'pchiligida bemorlarda bo'ladigan shikoyat vaqti-vaqtidan yurak sohasidagi og'riqlar. Og'riqning o'zi ham xarakterga ega. Og'riqlar sanchuvchi, siquvchi, achishuvchi, kuyishuvchi xarakterlarga ega bo'ladi. Va og'riqning ham joylashuv zonasi ham katta farq qiladi. Kimlardadir ko'krak sohada, toshda, kimlardir yuqori jag'da, bo'yinda, orqa kurakda. Ba'zan shunaqa yurak yetishmovchiligida og'riq klinikalari kuzatiladiki, bu yurakning o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar. Qorin sohada og'riq bo'ladi. Bularda ko'pchilik bemorlar buni gastroenterolog shifokorlarga murojaat qilaveradi, lekin aslida bu yurak bilan bog'liq bo'lgan og'riq hisoblanadi yoki yuqori jag' bo'yin sohasida uchragan og'riqlar kuzatiladi. Kimlardadir qo'l sohasida uyushishlar. Ular nervopatologga shikoyat qilib vaqtni o'tkazib qo'yishadi. Bemorlarda ushbu holat kuzatilsa, ayniqsa yuqori yoshdagi, ya'ni qariyalarimizda, yosh katta ota-onalarimizda, dodalarimizda, buvlarimizda kuzatiladigan bo'lsa, albatta birinchi o'rinda kardiolog ko'rigi kerak. Nima sababdan? Chunki ularda yosh kattaligini hisobiga ham yurak sohasida emas, boshqa joylarda og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yurak yetishmovchiligining yana klinik belgilariga bu havo yetishmasligi, hansirash. Bemorlarda har doim ham harakatlanganida hansirash, nafas siqishlar kuzatiladi. Ayniqsa jismoniy yuklama vaqtida yurakning yetishmovchiligi borligi bemorlarda bu narsa kuchayadi. Zinadan chiqqanda, kimlarda agar bu og'ir formalariga o'tgan bo'ladigan bo'lsa, bemor yotgan holatida ham nafas yetmasdan, havo yetmasdan yota olmasligi belgilari. Ayniqsa kechki vaqtga borib bu belgilar kuchayadi. Keyinchalik bu asoratlar kuchayadigan bo'lsa, ya'ni oyoqlarda shish, ba'zan o'pkaning plevra qavatlarida shish va yurakning perikard qavatlarining o'rtasida suvlar, ya'ni o'pka plevra qavatining atrofida suv yig'iladi. Ya'ni bu gidrotoraks yoki perikard atrofida suv yig'ilishga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda kechiktirmasdan turib bemor kardiologga ko'rinishi kerak. Yana klinik belgilaridan bittasi betoqatlik yoki yurakning urib ketishi. Sekin-sekin bu yurakning o'tkazuvchanlik tizimiga ham ta'sir qilib, aritmiyalarni keltirib chiqaradi yoki ikkilamchi yetishmovchilik natijasida klapanlarning ham ishdan chiqishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Yurak yetishmovchiligi ba'zan yosh bolalarda ham uchraydi. Buning ko'pchilik sababi yurakning tug'ma nuqsoni. Ya'ni xalq tilida aytganda parok bilan tug'ilgan bolalarda vaqtida e'tibor bermaslik natijasida kelib chiqib shakllanadi. Buning sabablari juda ko'p. Masalan, onaning o'sha embrionlik vaqtida 1-6-8 haftalarda asosiy nishon a'zolar, ya'ni yurakning shakllanadi. Kuchli shamollash belgilari kuzatilsa, masalan, oddiygina qizamiq deb baholanadigan kasalligimiz bolalarning tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilishiga sababchi bo'lib qoladi yoki kimlardadir o'sha hayot tartibi, chekish, ichish yoki narkotik vositalardan foydalanish ba'zan genetik jihatdan ham bog'lanadi. Kimlardadir naslda tug'ma yurak nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, shu naslda ham shunaqa tug'ilish ehtimolligi yuqori. Qabulimizga yaqin yosh katta ayol kishi 74-yil tug'ma yurak nuqsoni bilan og'rigan. Bemor shu vaqtgacha 4 marta farzandli bo'lgan. Oxirgi 4-xil bo'lgan vaqtida bemorda yurak nuqsonlari, yetishmovchilik belgilari kuzatilib boshlagan. O'shandan keyin kardiologga murojaat qilganda bemorda tug'ma yurak nuqsoni borligi aniqlanyapti. Lekin shu vaqtgacha bo'lgan belgilari yashirin holatda bo'lgani sababli bemorda kuzatilmagan. Kelgandan keyin bemorda echo EKG, rengen tekshiruvlari va o'pkaning plevra qavatlarini tekshirganimizda bemorda yurak devorlarining kattalashganligi, rengen qilganimizda o'pka shishlarini kuzatilgani sababli bemorni dastlabki holatda davoladik. Bu simptomatik, ya'ni medikamentoz dorilar bilan va hozir bizda bemor operatsiya bo'lib, plastik operatsiya qilindi, ya'ni o'sha yurak tug'ma nuqsoni. Bunda uyga javob berganmiz, bemorimiz yaxshi. Tug'ma yurak nuqsonining turlari ko'p. Turlaridan kelib chiqqan holatda davo turlari ham har xil bo'ladi. Imkon boricha qancha bu kasallik erta aniqlanadigan bo'lsa, davolash ham shunchalik osonroq bo'ladi. Ya'ni davolash deganda bu
ochiq operatsiya usuli bilan qilinadigan davolash usuli bor, intervensiya kardiologiya yo'li bilan davolash usullari bor. Erta aniqlanadigan bo'lsa, bu ya'ni ochiq usulda emas, yopiq usulda davolanadi, xalq tilida aytganda. O'tgan yil shunday voqea bo'ldi. 20 yoshli qizcha turmush qurishdan oldin tekshiruv vaqtida bemorda tug'ma yurak nuqsoni borligi aniqlanyapti va bemorda kardiolog ko'rigi va kardiojarroh ko'rigi yo'llanma berilyapti. Bizga keldi, qaytadan tekshiruv qildik. Tekshiruvimizda bemorni ochiq usulda emas, ya'ni yopiq usulda okklyuzer qo'ygan holatda muammosini hal qilish mumkinligi aniqlandi va bemorda shu ko'rib turgan apparat linzada intervension yo'l bilan okklyuzer qo'ydik va bemorning tug'ma yurak nuqsoni bartaraf etildi. Agar insonda hansirash, nafas siqishlar, yurganda jismoniy yuklanmaga nisbatan chidamlilik pasaysa, tez charchab qolish yoki arterial qon bosimining noregulyar holatda ko'tarilishi, oshgan vaqtida yoki jismoniy yuklama vaqtida ko'krakda achishuvchi, kuyishuvchi og'riqlar kuzatilsa, bu og'riqlarning atrofdagi yon a'zolarimizga qarab tarqalsa, masalan, ko'krakda boshlangan og'riq orqa ko'krakka, yuqori jag, bo'yin yoki chap qo'llarimizda uyushish belgilari paydo bo'lsa, hansirash vaqtida bizda ter bosishlar belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa, kechki vaqtda uyquning buzilishi, yotganda havo yetmasdan nafas yetishmovchilik kuzatilgan holatda uyg'onib ketadigan bo'lsa yoki har xil turdagi aritmiyalar, yurak urib ketishlari kuzatilsa, albatta kardiologga murojaat qiling. Kardiologga murojaat qilinganda bemorda birinchi o'rinda EKG tekshiruvi amalga oshiriladi. EKG dan keyin xulosasiga asoslanib echo EKG, echo EKG dan keyin trimel test bor, trimel test va bundan tashqari biokimyoviy analizlar, bemorning umumiy qon analizi, biokimiyadan jigar fermentlari, buyrak analizlari, qondagi qand miqdori, xolesterin miqdorlari va zarurat bo'lsa, individual bemorga yondashgan holatda analizlar ko'riladi. Ushbu analizlardan kelib chiqib, bemorga zarurat bo'lsa intervension yo'l bilan, ya'ni koronagrafiya tekshiruvlarigacha tayinlanishi mumkin. Tekshiruvlarning xulosasiga asoslangan holatda bemorning davolash ishlari uyga yozib beriladi yoki bemorning holatidan kelib chiqqan holatda davolash jarayoni statsionar holatda davom ettirilishi mumkin. Agar statsionar davo bilan agar bu yordam bermaydigan bo'lsa, zarurat bo'lsa kardiak yurak ko'rigi ham ko'riladi bemorga. Bizning yurak markazi klinikamizda eng zamonaviy texnologiyaga asoslangan holatda tekshiruv usullari barchasi mavjud. Shu vaqtgacha 500 dan oshiq yurakda operativ davolar o'tkazilgan va 1000 ga yaqin bemorlarga koronagrafiya amaliyotlarini bajarganmiz. Sizga yoki yaqinlaringizga shunaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.